Paxta tolasidan asosan 5 xil mahsulot olinadi. Siz ko'rib turgan mazkur korxonada paxta chigitidan yog' olish yo'lga qo'yilmoqda. Ushbu loyiha juda samarali bo'lib, tuman aholisining bandligini ta'minlashi bilan ham ahamiyatlidir. Ushbu korxonamizga mahalliy aholini ish bilan ta'minlash maqsadida jalb qilganmiz xodimlarni. Hozirgi kunda ushbu korxonamizda mavsum uchun tayyorgarlik ishlari olib borilib, 9,5 ming tonna texnik chigitni qayta ishlab mahsulot olishga moslashtirilgan quvvatimiz mavjud. Hozirgi kunda biz 7,5 ming tonna texnik chigitni qayta ishlab mahsulot olishni rejalashtiryapmiz. Buning uchun barcha sharoitlar yaratilib, fermerlar bilan qilingan shartnomalar orqali paxta chigitlari kirib kelib, texnik chigitni qabul qilib olish yo'lga qo'yilmoqda. Ushbu korxonamizda hozirgi kunda ishchilar tomonidan asbob-uskunalarni qayta ta'mirlash, jihozlash ishlari olib borilmoqda. Shu oyning yakuniga qadar, oktyabr oyining yakunida ishlab chiqarish jarayoni to'liq amalga oshiriladi.